Assalomu alaykum barcha O'zbekiston ahliga. Sizlarga hozir gilos navlarini tanishtirib o'tamiz. Ko'rib turganlaringdek, Lapens bu ham juda o'zini oqlagan gilos sortlaridan. Mana ko'rib turibsizlar, kalibrlari juda chiroyli, joyida. Qo'shag'i bo'lmaydi, mana kalibrini sizlarga plus 28 hisoblanadi. Mana 28-30 kalibrda. Juda ser hosil bo'ladi. Buni ko'chatlardan, hammasini ko'chatlardan ko'paytirganmiz. Mana Sweet Aria'ni ko'rib turganlaringdek shu holatda bo'ladi. Nimba endi kirib kelayotgan yangi navlardan, bu ham juda istiqbolli navlardan bo'ladi. Royal Tiagoni sizlarga ko'p ko'rsatdik. Mana Royal Tiagoni ko'rib turibsizlar. Juda kalibri joyida, mana 30 kalibr, 30-32, xudo xolasa, 30-32 kalibrdagi gilos navlaridan. Buni ko'rsatamiz. Bu eng qizig'i, buni ko'rib turibsizlar, mana mayskiy bahor gilosi, o'zimizning mahalliy sortlardan. Mana ko'rib turibsizlar, 32, 34, 35 ga ham qo'yib ko'ramiz mana do'stlar. 35, 36 lik kalibrimiz yo'q, 36 ga bemalol tushadi. Bu mayskiy juda ser hosil bo'ladi. Bu ham o'zini 100% changlatadi. Eng qizig'i, eski o'zimizning mahalliy sortlardan buni ekib turib juda ko'p oladi, qo'shoq bo'lib ketyapti. Buni yechimi bor do'stlar. Buni ekiladi, abreskasini juda kuchli maromida keltirib abreska qilinsa, gilos xuddi shu holatda bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek, mana 35 kalibrga ko'rib turibsizlar. Bahor, mayskiy bahor gilos. Juda ser hosil, o'zini oqlab kelgan navlardan hozirda qo'shaloq bo'lib ketdi. Aytib o'tganimdek, abreskasini maromida joyida keltirib qilinsa, gilosdan xuddi shunaqa daromad qilasizlar. Ko'rib turganlaringdek SPC 342. Bu ham juda qattiq gilos bo'ladi, eksportga zo'r. Gigant Red. Bu yerda Gigant Red gilosimiz mana. Bu ham mana 32, 34 kalibr bemalol aytaveradi. Eng oxirida mana sizlarga ko'rsatib o'tadiganimiz Giant Red. Giant Red degani endi biz Giant Red juda eng giloslarning ichida eng lideri, eng yirigi bo'ladi. 34 kalibrda ko'rib turibsizlar, 35 kalibrga qo'yamiz. Mana 35 kalibrga ko'rib turibsizlar, mana shu holatda. Bundan ham yirik bo'ladi. O'tgan yili biz 42 kalibrga 42 millimetr razmerini o'lchaganmiz. Bu degani 42 kalibr. To'g'ri 2 millimetr. Gigant Red bilan pashti aka-uka desa ham bo'ladi. Bir xil pashti giloslar, ozgina qo'shoq bo'ladi, lekin juda ham istiqbolli, eng kuchli navlardan biri. Bu tomonda xudo xolasa skinani ham sizlarga ko'rsatamiz. Skina ham juda chiroyli giloslardan. Xullas, aytmoqchi bo'lganimiz, bu shunaqa ishonchli ko'chatlardan ko'paytirganmiz. Bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Kesalaring bog'larini ko'rasizlar, ko'chatzorlarni ko'rib, bemalol kelishilgan holatda katta gektar maydonlarda bog'lar barpo qilib berish xizmatlarimiz bor. Cheklanmagan tarzda ko'chatlarimiz bor. Bemalol bizga aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarni yozib qoldiramiz, aytib o'tamiz. 90 lik kodi bilan 368 0119 raqamlarida bo'lamiz. Videoga bittadan like bossalaring bizga juda katta yordam bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.